kun energiyasi bilan yoki karta maslahati bilan keldim. Kuningizda nima gap so'z bo'lish ehtimoli bor. Birinchi variant va ikkinchi variant. Qo'shimcha karta ham qo'shib qo'yib, приятный kartalar. Nima gap so'z? Shu kartadan ham olamiz. Maslahat kartasi. Men birdan boshladim. Bugungi kuningizda yaqinlaringiz bilan ko'proq yaxshi emotsiyalarda bo'lishi borligi, kayfiyatlaringiz yaxshi energiyalarda, xursandchilikda. Agarda yoringiz bilan urushib qolgan bo'lsangiz, kutib inshaalloh qandaydir yarashish ehtimollari yo shunga qarab turib qadamlar tashlanish ehtimollari borligi ko'ryapman. Keyingi kartada aytilyaptiki, o'zingizni birov bilan tenglashtirmang, chunki siz o'zgachasiz. O'zgachaligingiz qachon sizni individualligingiz bo'linib turadi. Siz o'zingizni birov bilan tenglashtirmasdan, o'zingizni chirta xarakterlaringizni, o'zingizni energiyangiz bilan ko'proq ishlaganingizda va o'zligingizni boshqalarning gapiga kirib, boshqalarning qalbiga tushib, boshqalarning so'zi bilan yo boshqalarning gap so'zi bilan yashamasdan, o'zingizni o'z fikringizga kelib olib, o'z boshimchalik deydimi, biz o'zbek tilida aytganda, o'z boshimchalik yashaganingizda ko'proq o'zligingizni haqiqiy topar ekansiz. Individualligingiz shunda ajralib turar ekan. Bu kartada aytilyaptiki, siz o'zligingizni toping va boshqalar bilan o'zingizni tenglashtirmang. O'zingizni qanaqa bo'lsa, shu holatingizda sevib, yaxshi ko'rib qabul qilinyapti. Ikkinchi variantdagilarda ham bugungi kuningizda deyarli oilangiz davrasida xursandchiliklar, yaxshi xabarlar kelishi bilan va siz o'zingiz uzoqdan beri harakat qilayotgan ishingizni natijasi yokida qandaydir o'zingiz orzu qilgan narsaga qarab yurib kelishingiz bu yerda ko'rinyapti. Keyingi kartada aytilyaptiki, ichki intuitsiya, ichki ovozingiz bilan ko'proq kelishing. Har bir insonga bu ichki intuitsiya berilgan va siz hozirda sizga kerak ichingizdagi insoningiz bilan, ichingizdagi menligingiz bilan maslahatlashib, ish tutib va unga qarab quloq solishingizga, siz ishonib ichki hislaringizga, ichingizdagi qalbingizga quloq soling va siz adashmaysiz. Sizga hozir shu narsa kerak ekan. Shunaqa gaplar. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling.